Tekşenin devamı hürmetli vatandaş. Bugün çislak 2022 yıl 9. ayının 17. günü. İkinci mavzu Leksiya. Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Mahkemesi bayanatçısı Prezident Vladimir Putin bilen Xi Jinping söhbetiga baho berdi. Rossiya bilan Jungoning munosabatini cho'nqurlashtirishiga diqqat qilamiz. Aksarayning bayonoti yuqoridek, endi Davlat Mahkemesi, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining bayonoti vatandosh. Mavzuli xabar 9 ayning 16 günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning raisi Xi Jinping 9 ayning 15 günü Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi bayonotchisi shu kuni Amerika ovozi muxbirining qo'ygan savollariga javob berib, mundaq ko'rsatdi. Jungo Rossiya munosabati o'zliksiz cho'nqurlashyapti. Amerika va dunyodagi har qaysi davlatlar diqqat qilishi kerak. Lekin Washington navbati Jungoning Rossiyaga harbiy yordam berayotganligini yoki Rossiyaning importidan qechishiga sistemalik yordam berayotganligini daqiq ko'rmadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonning Samarqand shahrida Jungoning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Prezident Vladimir Putin suhbat boshlanishdan burun rais Xi Jinpingga mundaq dedi. Men bizning Jungolik do'stlarning yuqorida bir ko'rdik bu jumlani mayad yana bir ko'rishsanda. Men bizning Jungolik do'stlarning Ukraina masalasida muvozanatda yana o'tir yo'lda turgan maydoni nima deylaymiz? Sizlarning bu masalaga diqqat qilishinglarga diqqat qilamiz. Suhbat jarayonida texmo inchiqishimiz. Yuqorida bir ketgan bu abzas mayad yana bir keldi. Lekin Jungo taraf suhbatdan keyin e'lon qilgan xabarda Ukraina masalasini eg'izga olmadi. Ko'rdingizmi? Jungo taraf suhbatdan keyin bergan xabarda Ukraina masalasini eg'izga olmadi. Xi Jinping mundaq dedi. Jungo taraf Rossiya taraf bilan birlikda tirishchanlik ko'rsatib, cho'ng davlatlik rolini gavdalantirdi. Yetakchilik rolini joriy qildirdi. Qalaymaqonlashib ketgan dunyoni muqamliqqa yuzlantirdi. Cho'ng so'zlashda ajizlashmagan gap, yanilib cho'ng so'zlayotgan gap. Qalaymaqonlashib ketgan dunyoni muqamliqqa yuzlantirdi. Xi Jinping mundaq ta'kidladi. Jungo taraf Rossiya taraf bilan o'zaro jonijon manfaatga berib chetiladigan manfaat masalasida o'zaro bir-birini qo'llashga qo'shiladi. Mana bu jumladan Tayvan masalasi o'tirib qo'yildi. Uyg'uriston, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni masalasi o'tirib qo'yildi deb muqimlashtirsangiz bo'laverdi. Yana bir o'qiydim shu abzasni. Nima deydi rais Xi Jinping? Mundaq ta'kidladi. Jungo taraf Rossiya taraf bilan o'zaro jonajon manfaatga berib chetiladigan manfaat masalasida o'zaro bir-birini qo'llashga qo'shiladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesining bayonotchisi Ned Price haftaning 4-kuni, ya'ni 15-kuni Washingtonda Amerika ovozi muxbirining Prezident Vladimir Putin bilan rais Xi Jinping suhbati hamda Prezident Vladimir Putinning Jungo tarafning Ukraina urushi ko'ngil bo'lishlariga qarata ifoda bildirishlariga qanday baho beradiganligini to'g'risida so'ragan savolga javob berganda bayonotchi Ned Price mundaq javob berdi. Hozirgi bosqichda bu qatimqi suhbat to'g'risidagi dastlabki bayonotni ko'raylik. Lekin bayonotchi Ned Price mundaq ko'rsatdi. Kishining diqqatini qo'g'daydigan ish shu bo'ldiki, balki Vladimir Putin e'tirof qildiki, hech bo'lmaganda matbuotda rais Xi Jinping Rossiyaning urushiga ko'ngil bo'lyotdi.
Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin bunda köngül bölüşü kişini çoğuştudu. Kişini kızıktırdıgan bir taraf şu ki, bu noktani itiraf kılgan kişi däl Vladimir Putin'nin özüdür. Köngül bölüp otu degen küçük bir gep cuma. Muş doğrusu bayanatçı Amerika Koşmuş Ştatlarının bayanatçısı tahlil kılıp oturdu. Gizit köydük. Vladimir Putin şundak dedi. Hiç bulmaganda biz gizit köydük şundak dedi. Çünkü köngül bölüp oturdu. Ukrayna uruşuğa köngül bölüp oturdu dedi. Hazır bayanatçı net bir ayız. Muş bir cümle sözümü kaçırıp etmeyi baha berip oturdu.